Assalomu alaykum va rahmatulloh. Akalar charchamayapsizlarmi, tuzaymizlar jigarlarim. Bitta xabarim olmadinglar. Nima bo'ldi? Yo'q, nimaga qo'ymayapsan videolarni deb. Xudo xolasa o'rtoqlar, endi sekin ishlar ko'payib ketganligi uchun videolar qo'yilmayotdi. Marhamatda endi har bitta do'konga kirib chiqish uchun, mahsulotlar yetkazib berish uchun ham ishlar ko'payib ketganligi uchun ham video qo'yilmayotdi o'rtoqlar. Endi xudo xolasa vaqt ajratishga harakat qilaman. Har kuni bittadan post qo'yishga harakat qilamiz. Qaysi do'konda deb o'ylashinglar mumkin, chunki marhamatli mijozlarimiz juda ham ko'p. Siz do'konda ishlamayotgan bo'lsangiz, qaysi do'kondan mahsulotlar olaylik degan savollar beriladi. Telefon ham qilishdi. Juda ham ko'pchilik telefon qildi menga. Xudo xolasa o'rtoqlar, men sizlarga do'konni aytaman. Tayyormisizlar? Mana. Ideal qurilish mollari. Akalar, xudo xolasa, mana shu do'konda kirgan chiqqan mahsulotlarini sababi 100%, почти 100% meni mahsulotimga o'tdi do'kon. Meni mahsulotimni sotyapti. Kirgan chiqqan tovarlar videosini qo'yamiz xudo xolasa va mana shu do'konning ustasini ham xudo xolasa o'rtoqlar ishlarini reklama qilib qo'yamiz bitta. Xo'p, ko'rginglar kelsa o'rtoqlar, like bosib, repost qilib, kommentariyaga o'rluvidan berib yuborsanglar, xudo xolasa biz ishni boshlaymiz jigarlarni. Podeshkani qattig'ini bersanglar, xudo xolasa boshladik.